kuyov. Nima bo'lyapti? O'ladiganga o'xshayapman-da. Unaqa demang, 18 yoshli baquvvat bolasi. Yo, uylantirib qo'yaylikmi ikkinchisiga? Mayli, faqat qaynonang bilmasin, ha? Keling. Assalomu alaykum. Keling. Alaykum assalom. Rais yaxshimisiz? Rahmat. Shunda siz xotinim bilan ajrashmoqchi edim. Nimaga? Nima sabab? U desam, bu deydi, bu desam, u deydi. Yoqmayapti-da xotinim. Ajrashgandan keyin nima qilasan? Yorug' ko'rsatib bor-ku. Ha. Tekinaga o'shanga chiqaman. Kuyov, yana ichib keldi o'xshaydi. Yo'q, biramay. O'tir. O't yoqqa. Sizlar o'zingizga o'xshaysiz, hayratda. O'tir. O'zing tutib o'tiring. Yana ichib sharmanda bo'lib yuribsan-da. Ichganim yo'q. Ichmaganmisan? Ichmagan. Qani, mana aytchi, mana rasm. Nimani rasmi bu? Quyosh rasmi yo'q, hayratda. Xo'p, qani. Bu nimani rasmi? Bu ham quyosh rasmi yo'q. Qanaqa quyon bu? 80-90 ga kirgan quyosh rasmi hayratda. Ha, kuyov. Qalaysan? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. O'zi qanday? Qachon bir ikkalamiz bir o'tiramiz endi. Bugun Toshkent viloyatida selapasing bor ekan qaynota. O'shanga qaynonamni bozor-mozorga chiqaring, bunday bir suv olib ketar, keyin ikkitamiz dilishik. Ha, kuyov, nima o'qiyapsan? E'lonlarni o'qiyapman. Qanaqa e'lon ekan? 2 xonali uy sotiladi. Qaynonam bilan birga. Qaynonam yoshi 38 da deb yozilgan ekan. Ey, shuni telefon nomerini menga bering. Bo'ldi? Ha, kuyov. Shu yoshingizgacha qaynonamga gulov berganmisiz? Qaynonang hali tirik-ku.